Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Bugun 1-oyning 8-kuni. Amerika saylimi to'g'risida yangi ma'lum bo'lgan xabarlar qaraganda, Prezident Trump apandim Amerika davlatini kontrol qilib olgan parda keyindagi qorong'u kuch bilan elishyotdi. Mushu oyning 6-kuni Amerika Washingtonda elib berilgan namoyishning oxirida yuz bergan to'polon voqeasi va Amerika davlat majlisida Joe Bidenni prezident bo'lib saylandi degan qarordan keyin nurg'unlagan medialarda Joe Biden g'alaba qildi, Prezident Trump apandim bu qitimqi saylamda utadi, ham prezidentlik huquqini 20-yilgacha Joe Bidenga o'tkazib berilgan bo'ldi deb xabarlarni tarqatdi. Amaliyotda Prezident Trump apandim prezidentlik huquq qadam bosqich tartibi bo'yicha o'tkazilib berildi degan. Lekin bu yerda Joe Bidenning ismi yo'q. Taxminan 2 oyning oldidami muxbirlar Tashqi ishlar ministri Pompeo apandimdan savol so'raganda, biz prezidentlik huquqini o'tkazib beramiz, prezidentlik huquqini qadam bosqich bilan Trump apandimning ikkinchi qitimliq prezidentligiga o'tkazib beramiz degan. Buning ustiga Prezident Trump apandim boshdan oxirigacha deb kelayotgan gapi, biz qonunliq saylam biltini e'tirof qilamiz, qonunsiz saylam biltini e'tirof qilmaymiz deb ta'kidlab kelgan. Demak, Prezident Trump apandim saylamning boshlanishidan ta hozir qadar butun vaziyatdan xabari bor, ham bu vaziyatga taqobil turish uchun Prezident Trump apandimning saylam guruhi xizmatlarni yaxshi kontrol qilib kelyotdi degan gap. So'lchi kuchlar Prezident Trump apandimning Twitter hisobi, Facebook va YouTube hisoblarini taqvasimi Telegram sistemasi orqali xizmatini yana davomlashtirib Trump apandim 6-iyul kechdilam Amerika Texas shtatidagi havo armiya qo'mondan shtatiga uchib ketgan. Prezident Trump apandim shu havo armiya qo'mondan shtabida Washingtondagi so'lchi kuchlarning butun harakatlarini ko'rib o'tgan. Prezident Trump apandimga qarshi bo'lgan so'lchi kuchlar bo'lsin, parda keyindagi qor kuchlar bo'lsin, qo'ldan keladigan butun tadbirlarini o'rindab bo'ldi va bu ishga munosabatlik butun odamlari va o'rinlari oshkorlanib bo'ldi degan gap. 1-oyning 6-kuni bu kun Prezident Trump apandimga nisbatan bir burilish nuqta, g'albiga qarab mangdigan burilish nuqtasi. Ham butun Amerika xalqi Amerika kongressida huquq tutib o'tirgan xalq vakillarining qaysi darajaga berib yetganligini tonidi degan gap. 6-iyul kechasidan boshlab Amerika davlatining har qaysi shtatlaridan Washingtonga askar yo'tkash, askar o'rlashtirish vaziyati ko'rilibdi. Demak, Prezident Trump apandim Washingtonga askar avatish ishini boshlab etgan. Bu qitim Amerikaning saylam jarayonining boshdan oxirigacha munosabatli xizmatlarni yaxshi o'rindab kelayotgan Amerika Markaziy istixborot organining boshlig'i Gina Haspel xonim Prezident Trump apandimni qo'llashda muhim rol o'ynagan. 1-oyning oxiri va 2-oyning boshlarida saylam jarayonida Amerika davlat ichidagi bir qism kuchlar va tashqi kuchlar bilan birlashib Amerika saylamida qanday harakat olib borganligini oshkorlaydi ekan. Amerika harbiy qism taraf chet el kuchlarining toki hozirga qadar Amerikaning ichki ishlariga aralashayotganligini kuzatib turibdi. 1-oyning 6-kuni Washingtonda yuz bergan voqea Prezident Trump apandimiga nisbatan masalalarni hal qiladigan ish emas, aksincha so'lchi kuchlarning diqqatini Joe Bidenga burab qo'yadigan kun ekan. Prezident Trump apandimga nisbatan xizmatning muhim nuqtasi Washingtonda emas ekan. Prezident Trump apandimning muhim xizmati Amerikaning 7 qo'shma shtatida maxfiy ilib berilibdi. Buning ustiga bir qancha kun oldida Amerika Kengash palatasiga 2 vakil saylash uchun Prezident Trump apandim, Joe Biden apandimlar munosabatli shtatlarga berib, 2 Cumhuriyet partiya a'zosi uchun ovoz berish faoliyatiga nihoyatda aktiv qatnashgan. Natijada 2 Cumhuriyet partiya vakilining bilet soni dastlabda nihoyatda yuqur songa erishgan bo'lsa, bir kecha o'tgandan keyin bu yuqur bilet soni o'zgarib 2 Demokrat partiya vakili saylanib qolgan. Bu saylam o'xshashla Prezident Trump apandimni saylagan vaziyat qayta takrorlangan. Prezident Trump apandimning ovoziga ovoz qo'shib bilet tashlagan amerikaliklar bu ahvoldan hayron qolgan. Bu zodi qanday gap? Buning javobi endi Italiyadan chiqadi ekan. Qarmoqqa Italiya Amerika davlatining saylim bilan hech qanday munosabati yo'q ko'ringan bilan, lekin Amerika saylimini qo'chib yetib borgan chet el kuch bo'lsa Italiyaga markazlashgan. Chunki Italiya davlatida
Vatikan deb bir yer bor ekan. Vatikan bo'lsa katolik dinchilarning markazi ekan. Bu Vatikanda xili ko'p tarmoq organlar bor ekan. Prezident Trump efendimga qarshi turib kelayotgan pardi keyindagi qor kuchlarni mushu Vatikandan topqini bo'ladi ekan. İtaliya davlati osmon qo'yib bergan bir sunniy hamrosi bo'lib, bu sunniy hamro harbiy ishlarga munosabatlik uchur aloqalashadigan sunniy hamro ekan. Bu sunniy hamroni Prezident Trump efendim bayqab qolgan. Bu sunniy hamro qarmoqqa İtaliya davlatining bo'lib ko'ringan bilan amaliyotda Italiyadagi Vatikanning kontrolligida ekan. Bunda aytganda Vatikandagi katolik papalar boshqurdi degan gap. Yana bunda aytganda bu sunniy hamro butun yer sharidagi pardi keyindagi qor kuchlarning xizmatini qiladi degan gap. Prezident Trump efendimning saylam gruppasining xizmati mana mushaga markazlashgan. Bunda aytganda Prezident Trump efendim Amerika Demokrat partiyasi bilan ilishmaydi ekan. Aksicha Prezident Trump efendimni qo'llayotgan keyindagi kuch, ya'ni Q gruppasi Demokrat partiyasining keyindagi qor kuchlar bilan ilishyotidi degan gap. Trump efendimning keyindagi Q gruppa 2016-yili Trump efendimni Oqsaroyga akirgan. Lekin Amerikaning bu qitimqi saylamini pardi keyindagi qor kuchlar kontrol qilib olgan. Advokat Power xonim saylamni kontrol qilayotgan manba xaritasini chizib chiqqan. Bu manba xaritada bir internet tor orqali boshqarilayotganligini bayqagan. Masalan, 11 ayning 3-kundagi saylamda Dominion bilet sanash apparati saylamning butun sansipirini chet elga yo'llab turdi ekan. Chet eldagi kuch bu sansipiri qarta buyruq berib boshqardi ekan. Lekin buning maxfiyati intayin yuqori ekan. Mutaxassislar buni tekshirish orqali VPN maxfiy sansipir orqali boshqarilayotganligini bilib qopti. Bu VPN belge bevosita sunniy hamroni bildirdi ekan. Masalan, Prezident Trump efendimni saylayotgan saylam mezgilida Germaniyaning Frankfurt shahrida, Kanadada, Janubiy Afrikada Amerika saylamiga munosabatlik, ya'ni Dominion apparatiga chetishliq aloqador uskunlarni qo'lga tushagan bo'lsa-mu, lekin bu uskunlarni qanday kontrol qilayotgan bu masalalarni bilish texmi muhim ekan. Hatto nurg'unlagan sansipirlar mushu uskunlar orqali Xitoy davlatiga qanday yetkazib beryotidi, Xitoy davlati qanday shaklda Amerikaning saylamiga aralashyotidi, buni bilish texmi muhim ekan. Tekshirish orqali muhim nuqta Italiya bo'lib qolgan. Endi Italiya bo'lsa Amerika davlati bilan munosabati yaxshi, ya'ni kelib Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining a'zosi. Prezident Trump efendimning odamlarining kuzatishi orqali bu qitimqi Amerikadagi Kengash palatasining 2 vakilini saylash jarayonida Dominion apparati saylam biletining sansipirini Vatikan kontrol qilayotgan sunniy hamroga yo'llab berish, sunniy hamro yetkazgan bu sansipirni Vatikandagi pardi keyindagi qora kuch Xitoy davlatiga yetkazib berish, Xitoy davlati Vatikan orqali Amerikadagi saylamni kontrol qilish Mushundaq ma'lumot isbotlar Prezident Trump efendimning qo'liga tushgan va buning dalil isbot xaritasi sizilib chiqqan. Hamda bundan keyingi kunlarda dalil isbotga to'liq ega bo'lgan Prezident Trump efendim qora paltosini silib etib, yangilarini turib chiqadi. Xitoy davlati uchun xizmat qilgan Vatikandagi qora kuchlar Prezident Trump efendimga qanday javob berdi, Amerika davlatiga qanday javob berdi, bundan keyingi xabarlarda ko'ramiz. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.